Bir qarinishimiz mundaq bir savol so'ragan. Hozir atrofimizda chilim chekadiganlar bak ko'p bo'lib ketdi. Nimishki bu narsani chekisizlar deb so'rasak, bu degan badanga foydali, balg'am bo'shtidi degandek sabablarni ko'rsatdi. Mushu narsaning shariatdagi hukmi zodi nima? Chilim chekishning hukmi tamoq chekishga o'xshashla harom. Shundaqla uni yasash, terish, setish, e'lon qilib berish, uningda tijorat qilish va choyxonalarda uni akilib berishmi harom. Chilim chekkanda ishlatiladigan tutunda nikotin qatorliq zaharlik moddalar bor. Uningga yana ta'm va puroq qatadigan ximiviy moddalar qo'shildi. Bu moddalarmi badanga intayin ziyonli. Bu zaharlarning suvning orasidan o'tishi uning ziynini tixim oshirib o'tadi. Alloh taolo mundaq deydi: "O'zinglarni o'ltirmanglar. Allah haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Allohning yo'lida pul mol sarf qilinglar. O'z qo'linglar bilan o'zinglarni halokatga tashlamanglar." Onun ustiga chilimni xumor qilib qo'ydi. Natijada har oyda nurg'un iqtisod kuyib bekor bo'lib ketadi. Bu isrof qilganlik jihatdanmi harom bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh. Fatvoning tixmi tafsiloti, aloqador dalil va izohatlar uchun Sajja to'rga murojaat qiling.